Assalomu alaykum gruppamiz kanalimiz a'zolari. Bugungi kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Endi sal bo'shab turib hozir video qo'yamiz deb niyat qildik. Qo'y gullarimiz ko'rinayotgan bo'lsa, bular shu 80 ming so'm. Bunisi ham soatda mo'si stand-up 90 ming so'm. Stand-up 90 ming. Mana sort bilan uni sort boshqa. Bu ham narxi lekin bir xil. Kamilar 160 ming so'm. Kichirog'i bor 110 ming so'm. Yana ham kichigi bor 70 mingi bor. Kofe 300 ming so'm. Drasini kompakt deyman, ko'ryapsizlar. Soni ko'p. Bunu 300 mingdan berdik. Archalar. Buları 120 ming shunaqa. Mana Silver Bay. 150 ga beraveramiz. Sikaslar mana 65 ming so'm. Podiumimiz ham bor. 190 ming. Xaviye palmiz ham bor, o'rab qo'yilgan holatda. Azaliyamiz bu 250 ming so'mga. Kraton 170 ming. Kraton Kalateya. Arnata bunisi 120 ming. Stand-up. Yani bunun 300 ming so'mligida, 180 ming. Bambuk 120 ming. Orxideyalar 75 ming. Tayskiy monasteri 130 ming. Kalateya, sagvilar bor. Ko'rasizlar. Xo'p, bu yoqqa kelsak. Piramida qanaqani ekib qo'ydik. Yo'q, chiroyli chiqdi desanglar. Oq tuvakka keyin qizil tuvakka ekib qo'ydik. Bular 120 ming so'm kamaytiramiz. Mana bu dekabris 60 ming. Kalateya 70 ming. Kalateyamiz 100 ming so'm. Arnati doimiy 120 ming. İmperator. Yangi sortlardan bittasi, ham yangilik qolmadi-yu, endi baribir yangilik deb qo'yamiz. 120 ming so'm. Antirum 90 ming. Neyse ki su qo'yib qo'yibdir. Böyle qaranglar. Svetni nuri tushadi olasiz. Risklarga yo'shir ekan. Oldimi tarafam açık o'taylar. Hozirgi nimada ko'ring, 11 ga ko'rgan. Xo'sh. Endi narxi, endi. Ko'rinmayapti. 1,5 million ekan. Bunu o'zini oladigan bo'lsa voy 3 kun bo'lgan ekan. 3 kun bo'lgan ekan. Yo'q, bankda Bank tarafdan chiqartib yuboringlar. bor bering, buni oshxonaga tashqariga ichkariga 20-ga qiladigan bo'lsa gapni bo'laveradi. Mana sotilgan gullar. Ikkitasi roza ham mana gullar. Mana, hey, indiski roza.
Çarşamba yaslan diyorlardaki. Boplaslar boyaptı. Kamera neç pul endi bu? Uchtisi. Kameralar uchtasi ekan bu. Uchtisi bo'ladigan bo'lsa 75 ming. Ha, Qizil bo'ladigan bo'lsa 90 ming so'm. qizil balki boshqacha bo'ladimi? Ishkanda. Bugun yo'la chiroyli ekan. Qisqalanda va plan to'lib ketdi egasi. Ha, marta xizmatga bor ekan-da. Mana. Yangi bozorga gulab ketyapsizmi? Ha, o'zimiz arzon deb qo'yadi. Bekor aytibsiz. Bekorlar doimgidek 10 ming. Molarchi? 15. O ham 15. Gini uradi. Kimi? Prezentayman. Yaxshi. Charchamayapsizmi aka? Deymisiz? Bugun bozorda birorta yangilik bormikin desak, bozorda yangilik yo'q-ku. Yangilik shu mana kapalak chiqdi, viola. Sayr opa mana ish pul. Bilmayman. Mana ish pul. 180 ming bo'ladi. 180 ming. Bunisi ham bir xilda? Ha, bir xil. Bir xil ekan. Sorti ham bir xil. Buksuschi. Luksuslar 170 ming. 170 ming. O, endi baqadigan poti zibari. Baqqan paytda arzon edi. Molarchi? Mana nimalari yana o'mislar 60 mingdan oladi. Palmachi? Palmalar 250 ming. Palma ham mashallah o'p ketdi. Ha. Ko'chirilgan yancha bo'ldi. Bu boplaslar va mana cho'pa-cho'pisi ham bor ekan, har xil bor ekan archalarda. Archa so'raganlarcha o'tkazib yuboryapman. So'rab ko'rib o'tkazishadi. Archa kerak desa, mana yoqqa nimalanish bu choplar? Ular 45 ming. 45 ming so'm. Mana davom ettirib qo'y. Tugataman ekan. Mola 70 ming edi. Lavrishli. Mana gullaydi ekan, hidi bo'lar ekan. Gulida hop, qishda barkim to'kmaydi, mevasi ham gilozda, mevasi yo'q ekan. Hop deganda yuvib kelishim kerak. Mana lolani piyozlari. Giasintis nech pul bu? Manalar qizil ekan kelasi, mana bu sara, mana bu. Kilosi 200 ming so'm ekan. Sotilish. Buchi? 5 ming, 6 ming. Mana 5 ming, nargisi 6 ming donaga. Nargichilarchi? 3 ming so'm ekan. 2 ming har xil ekan. Mana ko'rib oldinglar, lola piyoz chiqqan. Gollandskilar yo'q lekin, a? Roman ruchka yo'qmi qizlar? Judachi, endi qo'yib qoldim. Ya. Yo'q, ruchka yo'q. Mana ruchka kerak bo'lsa, mana galoboy. Video chiqaram. Nech pul deysiz? 100 dollar ekan, ha? Molarchi? Qaramisa. Mirzohid, Mirzohid. Nima qilyapsiz?
Necha pul palmalaringiz? Olmayman faqat Ushlaganlaringiz necha pul? o'shaganlarni 100 ming aka bular. 100 ming so'm, kichik. Kichiklar 70 ming so'm. Mana Wagner qoldi. 100 ming so'm, 70 ming so'm. Kattaroqlarga 150 ming so'm. Bunalar 150 ekan. Bu xrizantemlar necha pul ekan? 6 mingdan. Korobkada 20 ta bor shekilli. 6 ming so'm arzon. Bozoringlar bersin. Assalomu alaykum. Mana rangi qanaqa? Qizil, lolis. Sariq ekan. Necha pul bu kilosi? Donagami bu? Sarig'i necha pul? 2200. 2200. Mochi. Qanaqa rang? Mana sariq loli piyozi kiloga 135 ming dehqonni qo'lida. Jo'natib beradigan bo'lsa, kecha qo'shiladi xizmatiga. Mana liliyasi bor ekan. Liliya necha pul? 15 ming so'm ekan. Mana rangdami? Oq gullar ekan, lekin bu rang emas ekan, oq gullar ekan. Mana olasiz. Bu kilosi necha pul? Donami? Donasi necha pul? Donasi 3 ming so'm ekan. Mana nima kroksmi? Kroks necha pul? Donasi 10 ming. Donasi 10 ming ekan kroks. O'sishni boshlagan ekilmasdan mana. Mo'maydirog'ichi? Freziyami u? Bu necha pul freziya? 5 mingdan ekan. Zo'r. Gyasint donaga 2.15. Jupa 15 ming, 7,5 ming so'm ekan. Mana rangi bu yerda ko'proq aralash bo'ladi. Bitta bozoringiz bersin opa. Mana tuvaylarda optim joyi. Tuvaylar. Mana qo'lga tushgan baribir shunaqa. Mahmud opa, necha pul bu? 3 ming. Kapalar 3 ming so'm ekan. Mola 15 ming lira. Borib kelishcha yomon ekan. Yana halim Kamera necha pul ekan? Biroq borib qo'ydi. Kamera 600 ming so'm. Eshigini tagiga borib qo'ydi. Mana ko'chalardan Achchiq qo'yaman deyman, so'rash kelyapti. Anaqa so'rab kelishadi. Achchiq qo'yaman deb hayvonlar ko'tarib qo'yadi. Achchiq qo'ysa ular ekan. Bu meva qiladi desa. Ha, kameralardan ko'rsatdik va nihoyat o'sha 600 ming so'mlar emaslar. Videomiz yoqqan bo'lsa, sizlardan like va kommentariy kutamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar. Yana ham o'ylarga kerakli ma'lumotlar bo'lsa, bemalol fikr bildirishinglar mumkin, faqat negativ yozmanglar. Videomiz kelmay qoladi yoki yaxshisi ko'zimizni qisib video chiqarib ko'rib qo'ysa yaxshi. Jaligi like bosganlar kelmasa negativ yozmay qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.